Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz podpischilari, sizlar bilan yana men doktor Umarov. Kommentariyalarda o'qib qolyapmanki, yana o'qigan bitta savolim, homiladorlikda allergiya deyilyapti. Endi homiladorlik davri juda ham ko'p bu toksikozlar bilan o'tadi. Juda ko'p. Aksariyat homiladorlik davrlari nima bilan o'tadi? Buni sababi tana o'sha holatga kelib qolgan. Qarang, vujudiga tushgan shu vujudda hosil bo'lgan homilani qabul qila olmaydi. Homilador nima tana vujudiga tushgan shu homilani yaralgan homilani qabul qila olmaslikdan oqibatida shu toksikoz paydo bo'lyapti. Bu ham allergiya. Bu kimlarda bo'lyapti? Bu allergiya aynan o'sha tanasida o'ta sezuvchanlik oshib ketgan inson. Qarang, tana shunchalik sezuvchanlik oshib ketganidan o'zining vujudida hosil bo'lgan bu homilani ko'tara olmayapti, tana qila olmayapti. Bu paytda ozgina hidga, ayniqsa ovqatlarda hidiga umuman tura olmaydi. Bechora homilador ayol umuman chida olmasdan va shu ovqat ham yemaydi. Juda ham haligi achinarli holat yuzaga keladi. Buni faqat boshidan kechirgan odamgina bilishi mumkin. Biz ham unchalik his qila olmaymiz, lekin tashqaridan ko'p ko'rganligimiz uchun bularni hammasini aytib beramiz xolos. Ona shunday mehribon zot, uni hamma yaxshi biladi. U birinchi o'rinda o'ylaydigan nima? Fikri, hayoli bo'lg'usi farzandida. Mendagi allergiya bu bolaga o'tadimi, o'tmaydimi? Shu to'g'risida o'ylantiradi uni. Doim fikri, hayoli shunday bo'ladi. Даже o'zini ham unutib qo'yadi. Chunki u onada endi qiynalishgan masalasi bo'yicha. Xo'p, onani qonidagi allergenlar bolaga deyarli o'tmaydi. Sababi Alloh bir mo'jiza qilib yaratgan yo'ldosh bor. Ruschasiga buni platsenta deyiladi. Platsentarniy baryer, ya'ni to'siq bor. Ana shuni hisobiga allergen homilaga o'tavermaydi. Lekin allergiyasi bor nimani odamlarda qonida kislota ishqor balansi buzilgan bo'ladi. Aynan mana shu buzilish homilada ham kuzatiladi. Chunki u balans. Ikkinchisi, allergiyaga moyillik gen orqali o'tadi, lekin kasallik o'tmaydi. Mana shu tomonidan bemalol xotirjam bo'lish mumkin. Platsentar baryer. Agar ona sog'lom bo'lsa, bu shu yo'ldosh to'siqdan, yo'ldosh baryerdan o'tmaydi. Lekin moyillik bu gen orqali beriladi. Bu hozircha bitta shu teoriya, ya'ni tomonidan, nazariya tomonidan shu narsa hozir birinchi nima turibdi, bu bor narsa. Endi avvalo oldin ham aytganmiz, homilador bo'lishdan oldin albatta davolanish kerak. Davolangan ma'qulroq. Uni keyin xavotirga tushgandan ko'ra yaxshi kelib davolanib, keyin homilador bo'lgan ma'qulroq bo'ladi. Homiladorlik paytidagi bu allergiyani yo'q qilish uchun eng avvalo mana bitta bo'lgan voqeani gapirib beraman. Men o'sha Litavit degan preparat bilan yangi tanishgan paytimda, menda qo'llab yurgan paytimda bir o'zimda hamkasbim xotinini juda ham ko'p o'sha qayd qilib, umuman ovqat yemasdan oziq-ovqat, parfumeriya, hidlarga umuman chiday olmay qolib bo'lgan holatida Litavit emni tavsiya qildim. Oddiy bitta shu holat. Shuni tavsiya qilgan paytimda shuni qabul qildi-yu, umuman toksikoz bezovta qilmay qo'ydi. Tuqquncha mana shu Litavit emni ishi berdi. Bu tabiiy preparat, Litavit M parashok shaklidagi tabiiy preparat. Shunday ta'sir qilish qanaqa bo'ladi? U o'zi asli enterodonorosorbent, ya'ni tanamizdagi begona allergenlarni o'ziga biriktirib tashqariga olib chiqib ketadi. Ayniqsa ichaklarda hosil bo'lgan allergenlarni juda ham yaxshigina olib chiqib ketadi. Birinchi o'rin. Ikkinchi o'rinda endi mana shu Litavit masalasidagi bu birinchi o'rin bo'lsa, keyingisi homilador ayol albatta to'g'ri ovqatlanishga bo'lishi shart. Birinchidan endi o'zi ovqatlana olmaydi. Qanday qilamiz endi buni ovqatlanish masalasida?
Biz ovqatlanish paytida suyuqlik ichilmaslik to'g'risida ko'p takrorladik. Ana shu narsaga amal qilgan bo'lishi kerak. Uchinchi masalasi, albatta homilador ayol ancha bu asabiy holatlardan, ruhiy xotirjamlik bo'lmaydigan shu holatlar, ya'ni ruhiy xotirjamlik yaratilgan holatni o'ziga yaratish kerak. Mana shu holatlarda albatta homiladorlik davrida allergiya degan narsa, ya'ni toksikoz degan narsa juda ham silliq o'tadi. O'sha toksikozdan tashqari yana boshqa ko'rinishlarda ham ko'rinadi allergiya. Homiladorlik davrida bu kuchliroq bo'ladi. Masalan, allergik rinit, burundan suv oqib, aksirib, yo'talib, burundan ko'zlar qizarib, bu holatlar ham kuzatilaveradi. Yoki tanasida teri toshmalar bo'lishi mumkin, bu ham kuzatilaveradi. Bu ham o'sha homiladorlik davrida ayniqsa kuchliroq o'tishi mumkin. Shunday holatlar bronxial astma ham aynan shu allergik kasalliklarda homiladorlik davrida ancha qiyin o'tadi. Endi bitta chiroyli tavsiya, homilador bo'lishdan avval allergik holatni davolab olgan ma'qulroq bo'ladi. Buning uchun albatta biz sezuvchanlikni pasaytirishimiz kerak, tanadagi sezuvchanlikni. Yana oldingi videolarga murojaat qilamiz. Bemalol ko'rib nima qilishingiz mumkin. Allergiyani kelib chiqish sabablarini ko'rsatganimizda o'sha sabablar bilan kurashib chiqamiz. Shundagina bu tana sezuvchanligi pasaysa, hattoki toksikoz ham bo'lmasligi aniq. Bu bizning ishlab chiqarilgan uslubda eng asosiy mohiyati mana shundan iborat. Ya'ni tanani tozalashdan iborat. Tanani tozalash bu sezuvchanlikni pasaytirish, allergik holatni davolashdagi eng muhim o'rin hisoblanadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.